Londonda 1 litr sumalak necha pul turishini bilasizmi? Hozir ko'rsataman. Ertalab bomdodda o'qib layla Londonga qarab kelganman. Mendan London 120 kilometr uzoqda yashayman Londonda. Nimaga keldim? Bizning uyda sumalak yeydiganlar paydo bo'lib qoldi. Shu bir student yigit men yangi sumalak olib keldim deb gruppalarga yozgan ekan. Men shuni olgani keldim. O'rtoqlar, mana sumalak mana O'zbekistondan kelibdi. 1 litr kilosi 20 pounddan beryapti. Ya'ni dollarga 28 dollar bo'ladi. Mana kalbasa brendini ko'rib qoldi. Endi bu yaxshi ko'rganman, shu reklama bo'lib qolaversin. Rozumetibdagilar bilsanglar, bilarsizlar mana. Londonga zakaz qilib kalbasanglarni yeyapman. Imminni mashinasini yaxshi ko'raman. Jo'natib yuborsanglar, juda chiroyli qilib reklama ham qilib beraman bir korobka. Mana Rozumetib tush kalbasasini 15 pounddan olyapmiz. Dollarga 20 dollar atrofida to'g'ri keladi. Perevalni qurtopi 11 kilosi 15 pounddan beryapti. Ya'ni kim bu ham 20 dollarga to'g'ri keladi. Londonga kalbasa, sumalak, qurtop olib kelib biznes qilsa bo'lar ekanmi, bo'lmaydi ekanmi? Bir aytib olasizlar-a?